Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz hamda kuzatuvchilarimiz. Bugun sotuvimizga ikkita yangi yurmagan en full pozitsiyada BYD Champion mashinalarimiz keldi. Sirazi aytib o'tamiz, mashinamiz test markazidan o'tib kelgan, nomer texpasportlari olingan, notariusga tayyor holda. Mashinalarimiz Narda Grey rangda 2025-yil en full pozitsiyada, oldi faralari o'zgargan, juda ham neobычный holatda chiqqan, R19 diskalarda, restyling diska balonlarda turibdi. NFC kartalari bor, 360 gradus kamera, 5 ключевой достуp. Mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsa, restyling rullarda, perforatsiya kojinli salon, обдув, обогрев, беспроводной зарядка, panorama lyuk. Mashinamiz rangi Narda Grey bo'lgani hisobiga salon rangi bilan ideal sochdaniya qilgan. Mashinamiz 100 km ham yurmagan. Shunda poligonga evakuatorda borib, evakuatordan poligon test markazidan o'tkazib, to'g'ri avtosalonimizga evakuatorda qaytib kelgan. Mashina yangi, orqalarini ham ko'rishlaringiz mumkin, ideal sostoyaniyada turibdi. Mashina yangi. 2025-yil en full pozitsiyada, to'liq elektrovariant, 605 km zapas xod, orqa yozuvlari ham yonadi, orqa faralarida ham restyling o'zgarishlar bo'lgan. Mashinamiz ikkita nalichi mavjud, ikkalasi ham notariusga tayyor. Narxi va boshqa ma'lumotlarni opsiyaga yozib qo'yamiz. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karshmirdagi telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashinalarimiz Narda Grey rangda 605 kmlik en fulli. Aytib o'tganimizga notariusga tayyor holatda turibdi, to'liq elektrovariant. Narx va boshqa ma'lumot va nomerlarni opsiyaga yozib qo'yganmiz. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karshmirdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Karshmir kuzuvi hammalarni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.